Mirobod tuman axborot kutubxona markaziga yangi kelib tushgan adabiyotlarning bibliografik sharhi. Yoshligingda yorning ishqida o'tkazasan tunlarni bedor, taajjubki keksayganingda shu bedorlik bo'larkan takror. Yigitlikda g'uncha kabi lab, tinchlik bermay solardi g'ulu, keksayganda yoshlikni qumsab, ko'zlaringdan qocharkan uyqu. Ushbu asar Javohirat sandig'i qissasi memuar janriga mansub bo'lib, unda muallif bolaligida ko'rgan kechirganlari, Toshkent mahallalaridagi hayot tarzini, shoir bo'lib shakllanish davridagi tengdoshlari G'ofur G'ulom, Maqsud Shayxzoda, Hamid Olimjon kabi atoqli adiblarning shaxsi, fe'l-atvori, dunyoqarashini o'ziga xos shoirona iboralarda tasvirlaydi. Iste'dodli shoira, ma'naviyatimizning hassos targ'ibotchisi Tursunoy Sodiqovaning Dildagi dur risolasida 80 hadis talqini berilgan. Aziz kitobxon, dil poklanmaguncha insonning tili, qo'li, yo'li poklanmaydi. Umid qilamizki, ezgulik yo'lida yaratilgan, ezgulikka xizmat qilishi lozim bo'lgan ushbu risola ham sizga manzur bo'ladi. Etika asoslari. To'g'ri qator nima? Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini qanday bilamiz? Bu kabi savollar sizni o'ylantiradimi? Julia Driver turli axloqiy ta'limotlarni qiziqarli shaklda tahlil qilib beradi. Hayotiy misollar, kutilmagan xulosalar va yengil yumor ushbu kitobda falsafa zerikarli emasligini ko'ramiz. Tayyor javob kutmang. Kitob sizni mustaqil o'ylashga, o'z qarashingizni shakllantirishga yordam beradi. Fizik va AQSh energetika vazirligining sobiq amaldori Dr. Jozef Romning Iqlim o'zgarishi barcha bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar asari nufuzli Oksford universiteti nashriyotining turkum kitoblaridan biri hisoblanadi. Kitobda iqlim o'zgarishining sabablari, uning eng zamonaviy tahlili, kelajagimiz uchun ta'siri va asosiy toza energiya yechimlari haqida foydali ma'lumotlar berilgan. So'z erkinligi qachon cheklanishi mumkin? Qonun adolatsiz bo'lsa, uni buzish qanchalik to'g'ri? Ilm va g'ayri ilm o'rtasidagi chegara qayerda? Har qanday ishonch bilim bo'la oladimi? Axloqan to'g'ri va noto'g'rini qanday farqlash mumkin? Bu kabi savollar javobi oddiy-ku desangiz, demak falsafadan bexabarsiz. Oddiy ko'ringan har narsa ham ko'ringani kabi emasligi, anglagan joyda falsafa boshlanadi. Bu kitob falsafa bilan tanish bo'lmagan, ammo fikrlay oladigan, buni istaydigan va bundan qo'rqmaydiganlar uchundir. E'tiboringiz uchun rahmat.